نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. İkinci kısım. Müşriklerini xor qilgan hicret. Ömer radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'ın keynidan hicret qilishni iroda qilgan vaqtda müşrikler oldida shundoq bir o'rinda turdiki, bu o'rinda u müşriklarni xor qildi. Ularning ojizligini oshkorladi va ularning qalbiga qo'rqinch soldi. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Bana Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu mundoq dedi. Muhacirlardan men bilgan kishilar faqatla maxfiy hijrat qilgan edi. Lekin Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu hijrat qilmoqchi bo'lganda qilichini osdi, yochiqini oldi, qo'liga bir necha o'qni sug'urib oldi va neyisini ilib Ka'ba tarafga yurib ketdi. Qurayshlardan bir to'p kishilar Ka'baning hovlisida edi. Ömer radiyallahu anhu xotirjam holda Ka'bani 7 qatim tavob qildi. Ondan keyin maqomi Ibrohimga kelib 2 rakat namoz o'qidi. Ondan cho'rdab o'tirgan kishilarning yanida birdan to'xtab, bu yuzlar sap bo'lib ketsin. Alloh faqat mushriklarni xor qiladi. Kimki onasini yig'latishni, bolasini yetim qilishni, ayolini tul qoldirishni xolasa, mushu jilg'ining keynida men bilan uchrashsin dedi. Ali radiyallahu anhu mundoq deydi. Onunğa acizlardan bir to'p kishilardan boshqa hech kim ergashmadi. Ömer radiyallahu anhu ularga ilm berdi va yo'l ko'rsatdi va yo'liga ravon bo'ldi. Ömer radiyallahu anhuning fazilatlaridan bir guldasta. Mana bu ummatning Faruqi radiyallahu anhuning fazilatlaridan xushburoq bir dastidir. Agar biz uning yaxshilik va fazilatini sanab o'tmoqchi bo'lsak, necha tom kitoblarni yozishga to'g'ri keladi. Biz hargizmi hamma fazilatlarni sanab o'tishga qodir bo'lolmaymiz. Lekin bizga ummatning Faruqi Ömer radiyallahu anhu to'g'risida kelgan ba'zi fazilatlar bilan tunishish yetarlidir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Abu Bakr nima degan yaxshi kishi, Ömer nima degan yaxshi kishi. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Jannatga yuqori darajaga erishgan kishilarni tuvan darajadagilar xuddi sizlar osmon ufuqiga chiqqan yulduzni ko'rganda ko'radi. Shak shubhisizki Abu Bakr va Ömer shulardandir. U ikkalan ne'mat berilgan kishilardir. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Sizlardan ilgari o'tgan ummatlar ichida payg'ambar bo'lmasimi ilhom berilgan kishilar bor edi. Agar mening ummatim ichida shundoq bir kishi bo'lsa, u kishi Ömerdir. Zakariya ibn Abu Zaid tuvandagi rivoyatni ortiq keltirgan. Said Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivoyat qildi-ki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Bani Isroilning sizlardan ilgari o'tgan kishilar ichida payg'ambar bo'lmay turib, to'g'risini so'zlaydigan kishilar bor edi. Agar ummatim ichida shundoq kishi bo'lsa, u Ömerdir. Ibn Asir mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning ilhom berilganlar degan so'zning gumon va faraz bilan so'zlisimi, xuddi kishilar uningga deb bergandek to'g'ri so'zlaydigan kishilar demakchidir. Hadisda buning tafsiri ilhom berilganlar deb uchiq kelgan. İlham berilguchi degan ko'ngliga bir narsa kechganda, uni faraz, o'y-fikr va farosat bilan so'zlaydigan kishidir. Bu bo'lsa Alloh taoloning bandalaridan Ömer radiyallahu anhuga o'xshash o'zi xohlagan kishilarga xos qilgan bir ishdir. Anas ibn Malik va Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr va Ömer to'g'risida mundoq degan: Bu ikkisi payg'ambar va elchilardan qolsalar, ilgirki va keyingi jannat ahli yigitlarining xo'jasidir. Ey Ali, u ikkisiga buni demagin.
Uqba ibn Amirdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Agar mendan keyin payg'ambar bo'lgan bo'lsa edi, Umar ibn Xattob bo'lgan bo'ladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Haqiqatan Alloh taolo haqni Umarning tilida va qalbida bayon qildi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundoq degan. Kishilarga biror ish yuz berib, bu ish to'g'risida kishilar bir narsa deb, Umar yana bir narsa desa, Qur'on Umarning diniga tushadi. Tarix ibn Shihabdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Biz bir farishta Umarning tili bilan so'zlaydi deyshadi. Salim o'z otasidan rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuning ustida bir kiyimni ko'rib, yana bir rivoyatda bir oq ko'ylakni ko'rib, kiyiming yangmi yoki yuyilganmi dedi. Umar radhiyallohu anhu yuyilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom yangini kiygaysan, maqtilib yashagaysan, shahid holatda o'lgaysan dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Uhud tag'iga chiqdi. Uning bilan Abu Bakr, Umar va Osmon birga edi. Tog' ular bilan titrab ketdi. Payg'ambar alayhissalom tog'ni puti bilan tepdi va "Ey Uhud, jim turg'in. Ustingda bir payg'ambar, bir siddiq va bir shahiddan boshqa kishi yo'q" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Bir kuni bir podsho o'z qo'ylari orasida edi. Uningga bir bo'ri hujum qilib, bir qo'yni elib ketdi. Podsho bo'rini qo'g'lagan edi. Bo'ri uningga qarab, qo'ylarga mendan boshqa podsho bo'lmaydigan yirtqich hayvonlar kunida ularga kim qaraydi dedi. Bir kuni bir odam bir kalaning ustiga yuk ortib ketayotdi. Kala uningga qarab so'z qilib, "Men buning uchun yaratilmadim. Teriqchilik ishlari uchun yaratildim" dedi. Kishilar "Subhanalloh" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom "Men va Abu Bakr va Umar uningga ishonamiz" dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Ummatim ichida ummatimga eng kuyunadigani Abu Bakrdir. Allohning dinida eng qattiq bo'lgani Umardir degan. Yana bir rivoyatda ummatim ichida ummatimga eng mehribon bo'lgani Abu Bakrdir. Allohning buyrug'ida eng qattiq bo'lgani Umardir degan. Abdullah ibn Hantabiddan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Bu ikkisi Abu Bakr va Umarni demakchi, quloq va ko'zdir. Huzayba ibn Yamani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Men oranglarda qanchalik turadiganligimni bilmayman. Mendan keyin Abu Bakr va Umardan iborat ikki kishiga ergishinglar. Payg'ambar alayhissalom uningga jannat bilan xushxabar beradi va uning jannatga sorini ko'rsatadi. Mana bu Allohning do'sti, rostchillik isbotlangan payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattobga uning jannat ahlidan ekanligi bilan xushxabar beradi. Balki Allohning do'sti payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuning jannatga sorini ko'rgan. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Osmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman ibn Avf jannatda, Sa'id ibn Abu Waqqas jannatda, Sa'id ibn Zayd jannatda, Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhumlar jannatdadir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqadi deganida Abu Bakr radhiyallohu anhu chiqdi. Ondan payg'ambar alayhissalom sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqadi deganida Umar radhiyallohu anhu chiqdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Jannatga kirsam, oltindan bo'lgan bir saroy bor ekan. Men bu kimning dedim. Ular Qurayshlik bir yigitning dedi. Men o'zimni shu yigit deb o'ylab, u kim dedim. Ular Umar ibn Xattob dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Men uxlayotgan vaqtimda o'zimni jannat ko'rdim. Bir ayol bir saroyning yanida tahorat etibdi. Men bu saroy kimning dedim. Ular Umar radhiyallohu anhuning dedi.
Men Ömerning kunlamchiligini aslab ketib qoldim. Ömer radiyallohu anhu yig'lab ketdi va ey Allohning elchisi, sendinmi kunlaymanmi dedi. Ömer radiyallohu anhuning iymonining darajasi Abdullah ibn Hisham radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U Ömer ibn Xattob radiyallohu anhuning qo'lini tutuqliq edi. Ömer radiyallohu anhu uningga: "Ey Allohning elchisi, sen menga jinimdan boshqa hamma narsamdan bakroq suyumliyo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, men sana jinimdanmi suyumlik bo'lmoqchi mu'min bo'la olmaysan" dedi. Ömer radiyallohu anhu uningga: "Alloh bilan qasamki, hozir sen menga jinimdanmi suyumliksan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Endi bo'ldi ey Ömer" dedi. Uning ajoyib go'zal so'zlar jumlasidan kimning hayosi oz bo'lsa, taqvoligi oz bo'ladi. Kimning taqvoligi oz bo'lsa, qalbi o'ladi degan so'zlar bor edi. U mundoq deydi: Kimki hayo qilsa, yushinadi. Kimki yushinsa, taqvo bo'ladi. Kimki taqvo bo'lsa, saqlanib qoladi. Ömer radiyallohu anhuning dinning darajasi Abu Said al-Khudri radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Men uxlayotgan holatimda kishilarning menga ko'rsatilganligini ko'rdim. Ularning ustida ko'nglaklar bor edi. Ko'nglaklar ichida qisqligidan ko'ksigacha yetadigan bor edi. Ularning ichidan shuning tuvinigacha yetadiganimi bor edi. Menga Ömer ko'rsatildi. Uning ustida ko'nglak bor edi. Uzun bo'lganligidan u ko'nglakini so'rab yuradi. Kishilar: "Ey Allohning elchisi, buni nimaga ta'bir berding?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Dinga" dedi. Ömer radiyallohu anhuning ilmi va fiqidonligi Zuhriydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Menga Hamza otasidan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini xabar qildi. Men uxlagan vaqtimda tushimda sut ichdim. Hattoki sutga qonganligimning tirnaqimga chiqqanligiga qaraydim. Ondan sutni Ömerga sunib berdim. Ular: "Ey Allohning elchisi, uni nimaga ta'bir berding?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ilmga" dedi. Abu Bakrga qaraganda Ömerning xalifalik muddatining uzun bo'lganligi va Osmonga qaraganda Ömerga bo'ysunishga kishilarning birligi kelganligi uchun Ömer radiyallohu anhu bu fazilatga xos qilindi. Chunki Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhuning xalifalik muddati qisqa edi. Shunga bu muddatga ixtilofning eng chong sababi bo'lgan fatihlar ko'p bo'lmagan edi. Ya'ni musulmonlar oz bo'lg'achqa ixtilofmi oz edi. Shundoq turib Ömer radiyallohu anhuning xalifalik davri uzun bo'lishiga qaramasdan, u kishilarni hech kim uningga qarshilik qila olmaydigan darajada boshqardi. Osman radiyallohu anhuning xalifalik davrida fatihlar texmo ko'p bo'ldi. Shuning bilan birga har xil gap so'z va fikrlar tarqaldi. Xalq Osman radiyallohu anhuga bo'ysunishga, Ömer radiyallohu anhuga birlikka kelgandek birlikka kelmadi. U sababdan fitnalar tarqalib, oxiri Osman radiyallohu anhuni o'ldirish darajasiga yetdi. Ali radiyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ixtilof texmo kuchaydi. Fitnalar texmo tarqaldi. Ömer radiyallohu anhu ilm talab qilishga intayin heris edi. Balki u oliy himmatli kishilardan edi. Ömer radiyallohu anhu mundoq deydi: "Mening Banu Umayya ibn Zayd jamoatidan bo'lgan ansarlardan bir qo'shnim bor edi. Ular Madinaning yiroq chetida edi. Biz payg'ambar alayhissalomning yeniga navbatlashib borardik. Bir kun u borardi, bir kun men borardim. Men barsam shu kundagi vahiy va uningdan boshqa xabarlarni elib kelardim. U borsa, u shunday qiladi." Zahabi mundoq deydi: Abdullah ibn Ömer radiyallohu anhu mundoq degan: Ömer radiyallohu anhu Sura Baqarani 12 yilda o'rganib bo'ldi. Sura Baqarani o'rganib bo'lganda bir tugi bo'g'izladi. Tarix ibn Shihab mundoq deydi: Bir Yahudi Ömer ibn Xattob radiyallohu anhuning yeniga kelib: "Ey mu'minlarning amiri, sizlarning kitobingizda sizlar o'qiydigan bir oyat bor. Agar bu oyat biz Yahudilar guruhiga tushib, bu oyat tushgan kunni bilsak edik, shu kunni bayram kuni qilardik" dedi. Ömer radiyallohu anhu: "U qaysi oyat?" dedi. U Yahudi: "Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim.
islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim degan oyat edi dedi. Sura Maida 3-oyat. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: "Men bu oyat tushgan kunni va bu oyat tushgan o'rinni bilaman. Bu oyat payg'ambar alayhisalomga juma kuni Arafatda biz payg'ambar alayhisalom bilan billa Arafatda turganda tushgan" dedi. Faruq radhiyallohu anhudan qimmatlik vasiyat. Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Boshliq bo'lib qilishdan burun fiqhidan bo'lib olinglar." Hafiz Fathul Barida mundoq deydi: "Boshliqning ba'zida dinda fiqhidan bo'lishdan cheklanib qilishiga sabab bo'ladiganligini maqsad qilgan. Chunki boshliqni ba'zida cho'ngchilik va tortinchoqlik ilm o'rganuvchilarning so'rinda o'tirishdan cheklab qo'ydi. Shuning uchun Malik qozilikning aybi to'g'risida qozi vazifasidan elib tashlansa ilgari ilm o'rgangan so'ringa qaytmaydi degan. Mana bu uning fiqhidaligi, ilmi va sahobalarning uning haqidagi ko'z qarashlaridan namunalardir. Hafiz kishilarning bu hadisdan boshliqlik fiqhidan bo'lishdan cheklaydigan deb tushunib qolmasligi uchun Buxoriyning bu so'zini agashtirib keltirgan dedi. Hafiz ibn Muaviya al-Kindi rahimahullohdan rivoyat qilinadiki, u Umar radhiyallohu anhudan 3 ish to'g'riliq so'rash uchun uloqqa minib bordi. U mundoq deydi: Haris Madinaga keldi. Umar radhiyallohu anhu uningdan nimaga kelding deb so'radi. Haris: "Sendan 3 ish to'g'riliq so'rag'li keldim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ular nima ish?" dedi. Haris mundoq deydi: "Ba'zida men ayol kishi bilan tor binodagi chog'da namoz vaqti keladi. Men namoz o'qiganda u mening o'tilimda turib qoladi. Agar u keynimda namoz o'qisa, binodan chiqib ketadi." Umar radhiyallohu anhu: "Sen bilan uning orasida bir kiyimda parda tortsan. Ondan agar xohlasang, u sening o'tilingda turib namoz o'qiydi" dedi. Haris: "Asrdan keyingi 2 rakat namoz to'g'risida so'rayman" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Payg'ambar alayhisalom meni u namozni to'sqan" dedi. Haris: "Qissa hikoya so'zlash to'g'risida so'rayman. Ular mening so'zlab berishimni xohlaydi" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Xohlasang" dedi. Xuddi u Harisni cheklashni yoqtirmagandek qiladi. Haris: "Sening so'zing bilan cheklanishni xohlaydim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Men sening qissa so'zlab qalbingda ulardan ustun bo'lib qolishingdir. Ondan qissa so'zlab ko'tarilib, o'zingni ularning ustida yuqori yulduzning darajasida deb o'ylab qolishingdan, ondan uningga yarasha Alloh qiyomat kunida seni ularning toponlari ostiga tushirib qo'yishidan ansirayman" dedi. Qubaysa ibn Jabirdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Alloh bilan qasamki, fuqarolarga Abu Bakr Siddiqdan bakroq kuyimchan, yaxshi kishini ko'rmadim. Umar radhiyallohu anhudan bakroq Allohning kitobini ko'p o'qiydigan, Allohning dinida fiqhidan bo'lgan, Allohning belgilamalarini bajaradigan kishilarning qalblarida hayvatli kishini ko'rmadim. Osmon ibn Affan radhiyallohu anhudan hayoliq kishini ko'rmadim." Abdurrahman ibn Abdul Qariydan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Ramazonning bir kechasida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan masjidga chiqdim. Shu vaqtda kishilar tarqoq holatda namoz o'qiyotgan ekan. Bir kishi yolg'iz namoz o'qiyotdi. Bir kishi namoz o'qisa, bir to'p kishilar uningga agishib namoz o'qiydi. Umar radhiyallohu anhu: "Agar men bularni bir qorining keyniga yig'sam, texmi yaxshi bo'ladi ekan deb qarayman" dedi. Ondan bu haqda qaror chiqarib, ularni Ubay ibn Ka'bning keyniga yig'di. Keyin uning bilan yana bir kechasi billa chiqqan edim. Kishilar o'z qorisi bilan jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan ekan. Umar radhiyallohu anhu: "Bu nima degan yaxshi bidat ha? Bu namozdan uxlaydigan kishilar bu namozga turgan kishilardan afzal" dedi. U kechining oxirini demoqchi edi. Kishilar bu namozni kechining bosh tarafida o'qiydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Umar radhiyallohu anhu musibatga uchragan kuni musulmonlardan biror uy ahli g'amkin bo'lmadi deb o'ylamayman. Faqat yomon uy ahli uning sirtida. Umar radhiyallohu anhu oramizdagi Allohni eng yaxshi biladigan, Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigan, Allohning dinida eng fiqhidan kishi edi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan yana mundoq deydi: Yaxshilar tilga ilinganda Umar radhiyallohu anhuni keltirgan. Haqiqatan Umar radhiyallohu anhu oramizda Allohning kitobini eng yaxshi biladigan, Allohning dinida fiqhidan kishi edi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana mundoq deydi: Agar Umarning
ilmi tarozining bir pallasida qo'yilsa, zamindagi tirik kishilarning ilmi yana bir pallasida qo'yilsa, Umar radhiyallohu anhuning ilmi ularning ilmini besib tushadi. Amash mundaq deydi. Men bu gapni inkor qilib, An-Naxaning yeniga kelib, Ibn Mas'udning so'zini uningga dedim. U so'zidan nimani inkor qilding? Allah bilan qasamki, u buningdan ortiq gapni qilib, Allah bilan qasamki, Umar radhiyallohu anhu vafot bo'lgan kuni ilmning 9 ketib qoldi deb o'ylayman degan edi dedi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.